Sizni muammoli yuz terisi qiynayaptimi? Ugrilar, toshmalar bezovta qilyaptimi? Unda hozir ko'rsatib o'tadigan naborimiz aynan siz uchun. Yuz parvarishining asosiy bosqichi bu tozalanish hisoblanadi. Bunda sizga avokadoli umuvvalka yordam beradi. Bu yuz yilidagi yog' ajrab chiqishini sezilarli darajada kamaytirib, juda ham zo'r ko'pirgan holatda makiyajlarni yaxshilab tozalab beradi. Yuzingizni chuqur namlantirish va tinchlantirish uchun esa mana shunday Comfortone Remedy liniyasidagi toner yordam beradi. Bu toner momentalniy effekt bergani uchun ko'p ayollarimiz sevib ishlatadi, ham ishlatish uchun qulay. Har qanday toshma, ugri, pora, komedonlar uchun mana shu AC Recovery'miz juda ham yaxshi effekt beradi. Buni bitta siqishi sizlarni to'liq yuz yiliga yetadigan miqdorda bo'ladi. Tarkibida niacinamid bor, salisil kislotasi bor va ko'plab foydali ingrediyentlar bor. Namlantiruvchi va toshmalaringiz uchun antiseptik vositasini bajaruvchi antiakne kremimizni yuqa slojda surasizlar. Burun atrofidagi qora tochkalarni va yuz yilidagi umumiy poralarni chuqur tozalash uchun enzimnaya pudra haftada 2 marta albatta ishlatasiz. Faqat tozalovchi, davolovchi emasligini inobatga olgan holda albatta undan keyin maska surishni unutmaysiz. Chunki bu maska poralaringiz orasini toraytirib, kichraytirib, ularni yo'qolib ketishiga yordam beradi. Hajmi ham 250 ml. Bu esa sizga anchagacha yetadi. Va barchamiz sevib ishlatadigan CC kremsiz hech qayerga borib bo'lmaydi. SPF 50+ bo'lganligi uchun quyoshdan to'liq himoya qilib beradi. Yuz yilga yangi Photoshop effektini beradi. Shu bilan birgalikda quritib yubormaydi. Eslatib o'taman, bizda uzun nasiya ilovasi orqali bo'lib to'lash imkoniyatlari ham mavjud. Agar sizga individual tarzda nabor yig'ishimizni xohlasangiz, plyus belgisini qoldiring.